Chiqib farmonga et, yenimga kirsin. Xo'p. Assalomu alaykum Shavaz begim. Va alaykum assalom. Farmon, anglasam bugun Malikining ot qo'yish ma'rikasida Shohim bilan Hasan vazir ahdinomiga muhr bosqidik. Shundaq. Bu ishga qarata boshqa vazirlar zodin nimalarni deyishdi. Angladingmi? Begim, men cho'qim ularning gapiga ko'z quloq bo'lay. Meningcha, Sodiq eng ishonchsiz odam. O'tgan yil kuzda men Shoyim bilan Hasan vazirga hamroh bo'lib shikorga chiqqan edim. O'qiyan akalanglar. To'xtanglar. Nima ish bo'ldi Hasan vazir? Farmon, sen o jonivorning bo'g'oz ekanligini ko'rmadingmi? O bo'g'oz bo'g'ashqa yugurmay qapti. Qarab turib tayyor o'ljini qo'ldan chiqarmasak bo'lmas. Mendan buyruq, hech kim bu jonivorning jiniga zomin bo'lmasin. Cho'qon selib uni qo'g'lab etgin. Xo'p. Bu bo'g'oz kiyikni ko'rib, homildor mahbubam esimda kelib qoldi. Allah onu o'z panoyida saqlag'ay. Mehri shafqatlik vazir azam. Sizlar haqiqatan mo ko'ngil ko'ksilari kang odam kalla. Hazretim, sizlarga deydigan bir necha ig'iz gapim bor edi. Nima gap? Bu gaplarni ichimda saqlab yurgili uzun bo'ldi. Desem bo'larmi yoki bo'lmasmi? Ayni chog'da o'z nafsi uchun elning beshida qilish o'ynatgan sipohlar o'tgan. Xudoga shukr, amdilikda bo'lsa adolat va fazilat ro'naq topgan kunlarda o'tibmiz. Shoyimiz va jimiki fuqarolar janoblaridan rozi. Mubodo falakning gardishi kaj kelib, birer bad niyatning qo'liga qolsak, na kunlarga duchor bo'lamiz deb ansirayman. Sodiq, xo'sh hazratim. Kimiki hili bilan qilsa g'urur, oyoq siridin qumush taq qurur. Olamdagi ishlar taqdirga taalluq, va lekin uning mo tadbir bordir. Bu haqiqatan mo bir xosiyatlik ish. Şahsenem dunyoga kelishdan burun men Hasan vazir bilan birga shikorga chiqqanda oldimga bir bo'g'oz kiyik uchir edi. Shu hamon xonish oyimning homildorligi esimga kelib, uni otmagandim. Shu kuni Hasan vazirga mo bo'g'oz kiyik uchirgan, lekin
o mu atmıgan? Neyme degen okşaştık ha? Hasan Vezir bilen işkimizning niyet ıhbalimiz ezelden birdir. Şu karamet tüpeylidin ben mundaq vədi qıgan edim. Eğer xaniş ayın bilen Hasan Vezir'nin hanimi her işkilisi oğul tuğsa, ola akı ufku bop ötkay. Eğer her işkilisi kız tuğsa, ola ağaç sınlı bop ötkay. Biroq hozir tug'ilgani bir qiz, bir o'g'il. Andaqda mana bu ahtinamını putilgini boyunca ola bağlıq boğanda nikahi bir boğay. İltifatlarga ming mertebe rahmet. Әмді қандақ қығылық. Gep kıslıçı. Neyme deymen? Bu ehtiname biz üçün eğir külpet. Külpet. Kallılarını işiltip bakmamla. Meňilerini qağı çok aldım ha. Sen bir yak yurtluq durup, ağlık bakmay tehe Şahin bilen kuduvacı olmakçı miken? Neyme tolu kotuldaysa? Men kutuldadım mı? Hemini kıgan sile. Oppa. Oppa. Balam Abdullah, ihsanı bolsun. Sen çoğun boğanda, çokum senemni al. Abbas hallıqı, çokum bizden boluş gerek, bildin mi? O neymini biletti? Abba! Boldu, jığılıma. Begim, ula keldi. Jürüm. Hazırkı birden bir amal Hasan Vezir'ni közdün yokutuş. Men qo'shilma. Men qo'shilma. Yo'q. Men qo'shilamayman. Nemişqa? Hasan Vezir'ni o'ltirayotgan taqdirdimi? Agar Shohim hilqi ehtinomini bekor qilmasa, Abbas xonning xonliq taxti, ya'ni o'xshashlar bir musofirning qo'liga qoladi. Onun degeni o'rinliq. O'rinliq, bu nim deginimiz? Shavaz begim, endi hargiz ishkilanib o'ltirmasizlar. Hasan Vezir'ni yo'qotmasak, ko'nglim aram topmaydi. Yo'q. Hozir yenigilik qilishga bo'lmaydi. Bizga aqldan boshqa yana payt kutishga to'g'ri keladi. Senat! G'eribjon! G'eribjon. Madrasaga boraylik. Emsi mağayli. Ey Hannaz, iştinlar amı xas. Ulug' Shohi Abbas xon oliylari g'aliyanchi murtatlarni jazolash uchun Qo'rg'on
Şahjahon begi Abdullah begimni ularni tutib kelishga avatgan edi. Begim bir kechidala ularning advini berib, safarni terk tutib keldi. Hammaylar buningdan ibrat alayli, shohimizning amrini ulug' deb bilayli. Ustozim. Safar tutilib qapti. Nima ishqa? Chunki o zindandan dadasini qutqizaman deb o'zi tutilib qapti. Biroq uning dadasi qochib ketibdi. Ustozim. Safar gunohsiz. Uning dadasimi gunohsiz. Sanamjon, nima deganingiz bu? Safarning dadasi padişahimizga, şundaqla dadangizga qarshi chiqqan tursa. Suchuk. Zaharlik tilingni tat. Xapchik. Bo'ldi, kitobinglarni o'qinglar. She'r qapazdan chiqibdi. O boriman degan yeriga berhibasun. Şirin. Şirin! Assalomu alaykum, hurmatli shohim. Farhod, bu yerga kelishdiki muddaoing nima? Shohim, Şirin vasliga yetmakdir mening armanim. Agar sen Boston teg'ining u tarafidagi daryo suyini bu tarafga boshlab kelalisan, singlim Shirinning vasliga yetalaysan. Farhod. Sanamjon. Nima o'ylayapsiz? Hech nima. Buni qabul qiling. Farhod Shirin.
dürsem boylarını. Yegem seni kuşar atmış, görüp dürsem boylarını. Senemcan. Acaba siz... Bo'ldi, so'zlamang. Yo'q, so'zlayman. Andaqdı bu gülçimellar. Muhabbetimizning dastanimi yoki aynigimi? Agar siz she'rim bo'lsangiz, undaqda men Farhod. G'eribjon, bu poraklab ichilib turgan atirgullar qalbimizda mangu saqlanib qolsin. Dahshatli bo'ron chapqindimi, to'zib ketmasin. Hey. Çocuk. Abdullah, kundash deganning ma'nosi nima? Menga deb bera olasiz? Sen? Hey. Hey. Men onun o'tida kuyib qaqshal bo'ladigan bo'ldim. Onun ishqida aqlimdan ezib qoladigan o'xshayman. Abdullah. Sana nim bo'ldi? Men bir vazirning o'g'li. Ordining qo'rg'on begi Turug'liq. Nemishqa ashu otisi yo'q, yetim o'g'loqchilik bo'lamayman. Balam, nimalarni deydigansan? Apa, men... Oğlum, yulduz desang, osmonga chiqib üzüp beray. Unchi desang, dengizga tushib suzib beray. Apa, men g'eribni o'ltirib etaman. Nima? Abdullah! Ya Allah! Emdi kellima. Bilemla. Oğlumuz. Bo'ldi, hammani uqdim. Kim bilsin? G'erib o. O nim bo'pti? O senem bilen çağrı bağda kucaklaşıp yürüdü. Oy Xudoyim. To Xudoyim. Mushundaq bedqilig'lik qilamdi. Ular aymanmasdan. Ordini bulg'abdi. Sanemcan, cinim Melikem.
bu yılqı qurban eti sizga alayda xo'shalliq ep kelgandek turdi-ku. Shuni dang. Ağçı ana. Bu yılqı qurban et güllər içilib, bulbullar sayrıgan çağda keldi emasmi? Men xoş bo'lmay tura olamdi. Xo'shalliqingiz bo'la emasdi. Ana. Men bugun haqiqiy muhabbatning nimaligini tushungandek bo'ldim. Ana. Bu gülni kimning tuzxanligini bilamsiz? Tepib boqaymi? Bu gülni cho'qim. Aka, kiyimlaringiz pek yarashibdi. Xuddi shahzodaga o'xshab qolibsiz. Gülcemal, Sen amacham, sizga yana nimalarni dedi? sizga deb bermayman. Deppämisizmi, olmasmaymi? Voyjon. Cho'qliq qilmang, ha? Ama, qaraslar akamga. Ha? Jim o'ltiring, ha? Ana! Kerep. Esinglarda bo'lsin. Hasalning harisi batur. Qizil gulning tikini batur. Magar kim baxt gulzarida bo'lsang, unutmag'in baharning zimistoni batur. Ana! Ha? Ana, sen amachamchi akamga. Siz Ferhat, men Sherin, siz Majnun. Men Leyli debdi. Ferhat degan kim o? Gülcemal, Aka, mening deganlarim rostku. tezroq bo'lmasangiz ketavermanchimi? Ma'qul aka, meni bir deb saqlab turing, ha? Ota boğularimizdan qolgan mundaq bir eg'iz gap bor. Chiroqning o'chishi yog'ning tugaganligidan derak beradi. Yog' tugsa, chiroqqa yog'ni kim quyidi? Podshoh garchi sanamni o'g'limizga berishni ahd qilgan bo'lsa-mu, mening ansiraydiganim men olamdan o'tgandan keyin shoh va'dasiga vafo qilamdi yo'q. Jaloliddin mollam sizni yo'qlab kelibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qadinos do'stim. Mehribona. Elqi zaharlik o'qni olib chiqib, Jaloliddin mollaga ko'rsatgan. Dodo, suv ichimli. Yo'q. Jaloliddin molla, mana bu orqa tarafimdan kelib tekkan zaharlik o'q. Buni podshoyi olamga topshirib berishlarini sizga havola qilaman. El yurtni xavfdan saqlash uchun bu ishning tegi-taktini aniqlab balduroq taqiqlash zarurdir. Hasan vazir! Dodo! Dodo! Hasan! Hasan vazir yovni yengishda xanjarim, yurt so'rashda kamrim edi. Oyim, xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim bu ishning tegi-taktini aniqlab, qotilni qattiq jazolayman. Ana! Yig'labli-ku. Yo'q. Yig'lamadim. Sizlarga qarab xush bo'lyaptimi, bolalarim? Gapinglarga zodli ishongim kelmayotdi. Texi shahani to'y bo'lmay turib, bu nima degan hayosizlik? Demakchi bo'g'inimiz texi bo'la emas. Yana nima ish?
Bizning bar yo'qmuş birli qizimiz bor. Kimiki uningga o'ylansa, toj taxtga shu varislik qiladi. Buni bilaman. Şahim, özlergim ayan. G'aribning ota bovusi bizning xonadonligimizdan emas. Bu büyük toj taxtimizga munosabatlik cho'ng ish. Bo'ldi, bas. Shoyim, bu ishga dilg'onlik qilishga zodi bo'lmaydi. Shamshi banu. Biroq mening ansiraydiganim bugun ko'zga ilmagan bu shumbuya. Ertadan başlap sen hem medreske bar mısın? Ey yareller, kadirdanlar, ne buldu ya, dim kelmedi. İşkotida, köydi canlar, ne buldu yarim gelmedi. İşkotida köydi canlar, ne buldu yarim gelmedi. Yıllar mendem vade kıldı, yıllar müddet idin ötti. Kızdım yolu da delmirdi, ne buldu yarim geldi. Kızdım yolu da delmirdi, ne buldu yarim gelmedi. Yigen yeşim zehir buldu, kigen tınıp kipen buldu. Çırayın zehir buldu, ne buldu yarim gelmedi. Çırayın zehir buldu, ne buldu yarim gelmedi. Assalomu alaykum g'aribjon. Va alaykum assalom. Men o'rdiq kirib ahvolni o'qib baqay. G'eribjon, Oqchona. Sanamjon sizni bog'da saqlab qoldi. Ems men yeniga boray. Bering. Men Jaloliddin mollaning endi sizni saqlab turay. Ma'qul. Oqchona, nima ish bo'ldi? Jura bolam. Ustozni yo'qlab chiqayli. Sanamjon. G'eribjon, Qani ayting. Zodi nemish yuz berdi? G'eribjon. Bizning didorlashmag'imiz endi tas bo'ldi ham bo'ldi.
Nemishqa? Atam ferman düşürüp meni medreseden to'xtatdi. Bugun ustozim bilan xo'shlashishni bana qilib, siz bilan ko'rishgili keldim. Nima uchun? G'eribjon. Buni yeningizga sep qo'ying. Buni yeningizdan herkes ayrıma. Bu bir cüp qizil atirgul. Bir-biridan mengi ayrılmasın. Senemcan. Bo'ldi, yig'lama. Sapar? Nemish oldi? Aqamdan navkarlar qo'g'lab kelyapti. Chopsan qash. Aqtırınlar! Apo qiling Sanamjon. Bu shohimizning farmoni. Atamning farmonining men bilan nima aloqasi bor? Biroq sizni azroq malol qilib qo'ydigan bo'ldim. Bu izzatini bilmaydigan mal uni bog'langlar. Qo'lini tat. Nima qilmoqchisizlar? Sanamjon, shuni bilishingiz kerakki, xon amri hammaga qodir. Qo'lingda yarliq bormi? Bu Sizlar qaytinglar. Xon atamga o'zim javob qilaman. Xo'p. Jirolar. Senemcan. Og'chi ona bizni saqlab qoldi. Meningcha bizning muhabbat gulzorimizga bir shumbuy unganda qiladi. Shundaq. Keremlik Şahim. Özleriga kutilmagan xabar ip kelganligim uchun Pekirni kechirgaylar. Nemish? Gunohkor Sapar zindondan qochdi.
Aha. Onu bir qora niyat qochirib etdi. Kimken o? Aytishqa tilim ko'yidi. Aytayva. Onu g'erib qochirib etdi. Nima? Şah ata. Pişni ehvalağa kulaq sanmağayla. Səpər, mening savaqdaşım. Savaqdaşlıq yüzünü qılıb, onu mən qoyub etdim. Sənəmcan, nima deb jo'ylayotsыз? Hürmetli Şahim. Bununla navkarlar guva. Günahkar Səpərni qochirib etgan dal g'erib. Hürmetlik Şah ata. G'erib günahsız. Ağçı, Labbay Şahim. mən icazət verməgiçə Sənəmcan ordudan bir qadam mı ayrılmısın? Xo'p. Abdullah, Labbay Şahim. g'eribni darhol orduga olib kelinglar. Xo'p. Mana neydi? Gülcemal! Ha? Gülcemal, kızım. Gülcemal. Gözünü açkın kızım. Gülcemal. Ana, akam qani. Biz hazır Jalaliddin mollamni qishib borayli. İlim çeksiz, iqin derya, suyi abi hayat kevser. İlim deryasıga şunğup, onundan qazg'uluq gavhar. Bilimsizning dili ama, iliksiz pustxon yangliq. Bilim al, ijtihod eyle, dilingda chaqnasun axtar. Mehribanım. Jalaliddin Ustozim. Ustozim, akamni Abdulla Shatr tutib ketdi. Nemishqa? u safarni qochirib o'tibdikan. U hech qanday gunoh qilmagan tursa, nima deb uni tutib ketdi? Chunki uning qochirayotgani bir gunohkorda. Jaloliddin molla, bizga igdorchilik qilala. Hozir merhum Hasan Vezir hayot chig'ida shoyimiz bilan tuzgan ahdinomini elib, shohning oldiga bormoqdan boshqa amal qolmadi. Ahdinomini elib? Xonim, endi ikkilanmasizlar. G'erib, gunohingni bilamsan. Nemi gunohim borligini hech bilmadim, Shohim. O gadakash. Amisa G'aliyonchi Sapar qanday qochdi? Uni men qochirib etdim, Shohim. Sapar dadisini qochirib etibdi. Ammo Sodiq otamning hech bir gunohi yo'q. Nima? Ajiba xonlikdan rozi bo'lmay shohga qarshi chiqqanlikning o'zi gunoh emasmi? Sen osiy munofiqning ordini qalaymiqon qilib gunohkorni qo'yib o'tishini o'ylamabdikanman. Jallod! Bu osiy munofiqning kallasi ilinsin. Hop! Aldırmaqlar. Keremlik Şahin. Jaloliddin, siz Şahin. G'eribjonni o'ltirib bo'lmas. nima? Hürmetlik Şahim. Merhum Hasan Vezir'nin ruhinatı üçün Hasan Vezir hayat çığıda işkileri pütüşken bu ahdinamının hakkı hürmeti üçün bolsumu G'eribjonnik kechirgayla.
Şahim. Texmi zor balayı qazadın saqlanish uchun bu ehtinomini burunroq ko'zdan yo'qotish zarur edi. Ehtinamını yırtmak asan. Bırak, haqiqatni o'zgartmak tez. Ya Rabbim, bularning hammasi isyonkorkan. Jallat! Labbay! Bularni olib chiqinglar. Hop! To'xtanglar. Qudratli Shohim, g'azabda oq qorni farq etgili bo'lmas. Hozir dal heyt oyam kunlari. Butun el yurt shodlikqa to'lgan kun. Mushundoq ulug' oy, ulug' kunlarda behuda qon to'kilsa, Allohmu ravo ko'rmaydi. O'zlari birini o'ltirib, menga ibrat qilish degan so'zni anglamaganmi? Şahin, g'arib Hasan vazirning notivoni. Hasan vazir hayot chig'ida o'zlariga to'liq sadoqatman edi. Bugun ochiqlarga paylamay ahdinomini yirtib etdilar. Endi ularni o'limga buyurslar, el jamoat, qavm qarindoshlar oldida yaxshi bo'lmasmikin? Keremlik Şahim. Pekir'nin karışça ulanı ölümden halas kılıp bütün ailesi bilen yakı yurtqı palı bessek kandak. Şundak boğanda bu uluk ay uluk günde kan tökülüştün saklanğılı boludu. El yurt mu gam gustin halas bulattı. Şahvaz vazir, sizningcha Ulug' shohi olim. Meningcha farmonning taklifi bo'yicha ish ko'rsakmikin deyman. Ferman. Bugün senin rahing boyunca iş görey. Bu işini senin beca keltirişinge tapşırdım. Şahimiz g'eyrikni yaqı yurtqa palash to'g'riliq farmon tushadi. Nima? Balkim ular xalqdan bugun ayrilishi mumkin. Rahmat sizga. Sanamjon, bundaq yig'lamang, o'zingizni oying. Ağca ana. Ana, mening yashig'im yo'q. Jinim Malikim, baharning mo har qachon zimistoni bordir. G'eyribning o'zila men uchun go'zal bahor. Onunsiz hayotma zimistondir. Yo'q, Malikim. Bahar yana keladi. Eyhannas, iştinlar amukhas. Hasan vazirning o'g'li G'erib Shah ordusida nashoyon ishlarni qilganligi uchun onasi bilan singlisi qo'shilib, yaqin yurtga paqlandi. G'eribjon! Sanamjon, Malikim.
Dada, Ha? anlaşlığa qaraganda Pərman tumşuq egizdigan yerdə g'eribni oilasikilar bilan qo'shib o'tiratmoqchi ekan. Nima? Buni sen kimdan anglading? Ularni yallab mangan bir lashkar birsidan aytib beribdi. Uni kushkiritgan odam bor. Bo'lmasa, Pərman unda qilishga jur'at qilolmaydi. Dada, tezroq amalni qilayli. Balam, menen to'g'ri ketimni minalamsan. Men alayman. Tumshik egizga boradigan yiqi yo'lni bilamsan. Bilaman. Parijamlab kel. Yürü. Sen navkarlarından bir qanchani boshlab, tong yo'rig'icha tumshik egizga berib bo'l. Nima qilmoqchisizlar? Sen bularni nima qilmoqchi eding? Palvon, mende günah yo'q. Buni hammani Shavvoz vazir o'rlashtirgan. Shavvoz vazir meni bu ishni qilishga buyurgan. Vazirning farmonini bejo keltirmaslikka haddimmi? Qaytib berib, shoh ham vazirlaring yetkazib qo'y. Kimki boshqalarga uvol qilsa, shu kishi avval zavol topadi. Cho'qim deganlarini yetkazaman. Ularni qo'yib yotmay qarab tursan-ku. Xo'p, qo'yib yetay. Hey, yosh bo'l. Ma. Shafqatchimga hech qalla. Nom shariflari kim bo'ladi ekan? Bizga qilgan yaxshiliklarni menga unutmaymiz. Ah ko'ngil kishilar bola qazodan xoli bo'lolmaydi. Faqat bo'linglar, tezroq yo'lga otlaninglar. Boshpanayim, o'zlariga minglarcha tashakkur. Amin. Bu yerda nimaga qarab turibsan? Tezroq qaytib berib, eganga javob qil. Xo'p. Xayr, xo'sh. G'eribcha. Melikam, hoş xabar. Tumshiq egizda bir palvon paydo bo'lib, g'eribjonni oilasidagilar bilan qo'shib qutqizibdi degan xabar o'rdiga por ketibdi. Aytganlaring rostmi? Albatta rost. Yolab ketgan navkarlar qaytib ketdimish. Melikam, Xudoning haqqi hurmati uchun bir kulivasla. G'eribjon, mehribon ona. Sizlar nada?
Ana, akam nemişki kelmeydigandı? Kış Simistanda osu kızdaş, çöl cezirde su izdigen okşaş. Bu kim? Hürmetlik Serdar. Bu teveyimizge sukunup kirvagan paylakçıken. Bizning 4-5 adamimiz bir adamga teng kelamidinglarmi? Batur, uni qachirib qo'ymanglar. Xo'p, Uni eziz mehmon qatorida kutib olinglar. bo'ladi. Ana, nereden kelyapsizlar? Qo'rqmanglar, biz tog'dagi Sodiqatining odamlari. Sodiqata? Shundoq, tog'dagi Sodiqatining odamlari. Ana! Sizlar bir oç yigitni ko'rdinglarmi? O kim? Mening o'g'lim, G'eribjon. G'eribjon. Sizlar marhum Hasan vazirning xonimi o'xshamamlar. Shundoq. Xudoga shukri, sizlarni oxiri topdik. Sodiq daga. Kim o? Selamatdilar. Uni bir ish bilan izlab keldimi? Sodiq tag'amni yeng so'qqan, bu qilishdan ko'rib baqqanki deb kelgandim. U texiylalar ustiga chiqib ketgan. Ma'qul, men chiqib baqay. Bo'ladi. Sefer, qara, kim keldi? Gulcamol. Ay bivana! Gulcamol, obdan qizim. Mehribon aka. Sefer aka. Gulcamol. Ay büyü. Mehmanlar, qani uyga marhamat. Mehriba ana. Balam. Men texsilarni ko'rolmasmanmikin deb ansirgandim. Qaychib chiqqaninglar yaxshi bo'pti. Shohi Abbosni bundaq vafoga jafo qila deb o'ylamabdi ekanman. Bularning hammasi Shavvoz bilan ayoli Xadichaning ko'rsatgan ahli. Hurmatli xonim, men Xudo oldida Hasan vazirning ruhi oldida qasamiyat qilamanki, tinch xotirjam o'tgan ma'murchilik zamon bir bo'lak yovuz kishilar tarafidan dafsanda qilindi. Men cho'qim haqqoniyat yo'lida kurash qilib, yana shu zamonlarni asliga keltiraman. Allah sizlarga aql farosat, kuch-quvvat ata qilg'ay. Sodiqata, akamni burroq topsaq bo'ladi. Qizim, uni topimiz. O jahonning to'riga chiqib ketgan bo'lsa-mu, cho'qim tepib kelamiz. Hürmetlik Serdar. O qandaqroq? Mehmon u. Ana. U bir kecha mushundaq deb chiqdi. Kishi azoblanganda yoki xushal bo'lgan chaqda har qachon onasini eslaydi. U yana bir necha qaytim Sanamjon deb tovladi. Sanamjon. Qamar,
tez berip tevip chaqirib kel. Xo'p. Bu yerda g'ayribda birisi bormi? Bu yerda yo'q. Yana boshqa zindon bormi? Bu yerda mush birli zindon bor. Tez qichinglar. Juringlar. Çoxum bir güzel meleki bolsa gerek. Oy Xudoyim ey. Manga nim bo'ldi? Serdar. Çataq bo'ldi. Nim bo'ldi? Bir zindonga o't qo'yib yutibdi. O't qo'ygan kimken? Tutilib qolgan mahbuslarning deyishicha, g'ayribni izlab kelgan heliq tog'liq qaroqchilar ekan. G'ayribni izlab kelgan tog'liq qaroqchi. Ondaqda g'ayribchi. U silining o'zini qutqizib qolganliklaridan to'limi minnatdor ekanligini o'zlariga aytib qo'yishimdan topiladi. U hozir qayerda? U uxlab qoldi. Yo'q. Uning qal'ada bo'lmasligi mumkin emas. Qandoq deysiz? Balam, bu Zulfiqarni o'z vaqtida men Hasan vaziriga so'qib bergandim. Bu gapingizcha g'ayrib bu G'arib tek hayot bo'lishi mumkin. Bu ishni mehribon onaga hozircha aytmay turg'in. Bu ashliqlarni ularga olib ber. Ulardan so'rashni unutma. Bahor kelay dedi. Ularga yana nima kerakkin? ma'qul. Sefer aka! Sefer aka! Guljamal. Sefer aka! Akamni topdinglarmi? Yo'q, dexe. Assalomu alaykum mehribon ona. Va alaykum assalom bolam. Dadam sizlarni yo'qlab kelishga avatgandi. Ozroq ochliq og'ach keldim. Sizlarni yana avvar qilibdi-ku bolam. Takalluf qilmang. Sizlarga qandoq rahmat aytsak bo'lar. Sefer aka.
Seper aka. Akam şehir kirib ketdimi ya? Sardar, egalishimizcha, G'ayrib rostilla qaslab o'ldirilgan Hasan vazirning o'g'li ekan. Uning onasi bilan singlisi tog'dagi Sodiqning yinidi ekan. U xonga osiylik qilganligi uchun yoq yurtga palanganmi ekan? Shundaq. Qaytsangiz bo'ladi. Xo'p. G'ayribjon. G'ayribjon. Sizmitiniz, hürmetli Serdar. Yo'q. Meni Sardar deb chaqirmang. Men degan bir mazluma. Mazluma? O'xshamam deganman. Sanam. Qayna o'ltiring. G'ayribjon. Siz jahonda faqat birli sanam odamsiz. Yo'q. O sizga azob ham oqibat beg'ishladi. Biroq men sizga o'z muhabbatimni, toj taxtimni beg'ishlamoqchi. Hürmetli Serdar. G'ayribjon. Men faqat Sardar bo'lish uchun yaralganmi? Acaba men qalbingizni bahordek illatanmasmanmi? Hürmetli Serdar. Siz bahardınmı illiqsiz. Güzellik babıda tangdaşsız bir gülsiz. Mendek g'erib nigar veyranisi sizge qandaqmı münasip kelersin? Bu... O, del siz yaşavatkan muş tupraqda. Öz qabilamdaki puhralarını demekçimisiz? Hürmetli Serdar. Senemcan hakkında sözlep bersem anlığınız var mı? O bir vafadar güzel melike. O tacı taxtın vazgeçip pak işkini mendek bir g'eribga beg'ishladi. Muşunun üçün onun ömrü nazarband içinde ötüşü mümkün. G'ayribjon, endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Rastımni etsam, men bu yerdan qechib ketmoqchiman. Qechishna hojat. Siz uchun darvozam ochiq. Sizni uzitib qo'yay.
Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palsız yürme, palgımı işenme. Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palgı işenme, palsız mı yürme. Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palgı işenme, palsız mı yürme. Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palgı işenme, palsız mı yürme. Palgı işenme, palsız mı yürme. Çapsan özden daldı kal. O biz izdavatkan gayrip şu. Nemi diye xatarlik. Gayripcan. Seper. Çapsan bir yerden gidelim. Bayım ben bir yerde permanı görüp kaldım. Ağcana. Ana, Perman hem onun bilen birlik ketken izchilar qaytib kepti. Undaqda G'ayribjonni topa olabdimi? Hadichadan anglasam, G'ayrib oilasidagilar yo'lda bo'rigiyam bo'ptimish. Ayım Melik'ini yoklap geldik. Ana. Senemcan, otаңызны ondaq tanglikdi qo'yma. O sizga nurg'un mol dunyo ato qildi. Sizga atab alayda choribaq soldirdi. Yana meni deb ovorib bo'lmanglar. Xon ana, bo'ldi so'zlaning. Men pak muhabbatimdan voz kecholmayman. Senemcan, ata-onaning nasihatini olmasangiz kupurlik o'tidi. O sizning onangiz emasmi? Onangiz? Sen Ağçı ana. Xonish ayım. Xudo haqqi onun rahim qizla. Bu bichora betop tursa, uni yana zo'rlashga qandoq ko'ngillar o'naydi. Bu nim deganing? Malikam bilan o'g'limning nikohlik bo'lishi shohning amri. Xudoning taqdiri. Uni hech kim o'zgartirmaydi. Bas. Şahim. Bo'ldi, so'zlamanglar. Hürmetli Şahim. Moşundaq ketiverse jahondagi haq nohaq ostin ustin bo'p ketmamdi.
Şahim, g'ayribni qaytırıp kelishga pərman düşəsləri bulmamdı. Şundaq qızları, bechara Sanamjonning kesilimi şifa tapatdı. Bala qazadan neri bo'lishni nazarda tutganda, bu ahdinomini balduroq ko'zdan yo'qitish zarur edi. Ağçı, mening sodiq dilkishim. Atqan o'qni qaytirib bo'lmas. Ulug' Şahim, özleri Sanamjon üçün təklif qilgan tevib kepti. Sanamjonni davolab saqayta olayman degan heliq tebibami? Shundaq Şahim. Qani, kirsin. Assalom podshoyi olam. Harmag'aysiz, hurmatli tebiba. Qizimning holiga davo topqaysiz. Bosh ustiga. Marhamat. Sanamjon, shoh otingiz siz uchun taklif qilgan tebiba kepti. Güzel Melikem, çırayınızdaki zəhbiranglik, nəfəsdiki ateş alametleri yürkünüzdə bir xil dərd pıraqның bağlığıdın dərək berivatıdı. Bununla məndə bir xil şifa var. Əgər tanavul qısınız, şifa tapısız. Siz Abdullah bilen toy qilishqa ma'qul bo'lin. Nima? Biroq, shuni shart qilinki, aldı bilen 40 keç gündüz toy bolsun, andan nikah o'qishga rozilik bering. 40 keç gündüz toy bolsun. Yürügüm bari bolup, göz yaşlarım kurup, tenlerim qağı qozg'unlog'i yem bo'p ketsa rozimanki, Abdullah roziliqim yo'q. Siz Ferhatni zaharlab o'ltirgan heliqi Cadigar Yasime Monime. Yo'q, hurmatli Melikem. Mushu 40 kun ichida yarınız G'ayribjon bilan didor ko'rishib, murodingizga yetasiz. Siz zodi kim bo'lasiz? Men vafodorlik babida bir jup sultonni ko'rdim. U meni huzuringizga boshlab keldi. Sizlarga yordam berishdan boshqa muddaim yo'q. Özünüz zadi kim? Mening deydiganim shuki, yor vasliga yetish uchun muhabbatga sodiq bo'lishdan boshqa yana pam, farosat lozimdir. Allah, bu o'ngimi, tushimmi? Bu tush emas. Sanamjon, pat arda yarınız G'ayribjon bilan didor ko'rishish nasib bo'lg'ay. Xayr. Perişte. Aka, saat qadam sizni uzat qilib kepti. Assalomu alaykum, Sodiq aka. Oybiyo ana. Qani, marhamat. Qani, marhamat. Sodiq aka. Bana be. Buna ağın oğlum. Sodiq aka, bu Zulfiqar. Bu Zulfiqarni safar qadimiy qal'adan tepib kepti. Amin. Allohu akbar. Bu çağlarda Dilaramning nazarida biz tog' qaroqchilari edik. Oğlum,
Atang Hasan Vezir hayat vaqtida mundaq bir she'rni doim o'qiydigan. Kimiki hile bilan qilsa g'urur, oyoq siridan qumushdek qurur. Olamdagi ishlar taqdirga taalluq, va lekin uningmi tadbiri bordir deganlarimni esingda cham tut o'g'lim. Sodiq ota, deganlarini esimda mahkam tutaman. Assalomu alaykum Abdullah. Va alaykum assalom do'stim Olimjon. Bugun hajab chiroyli yasinibsan-ku. Bugun to'ying emasmi? Sening to'yingni muboraklab keldim. Do'stim Olimjon, bu gaping rostmi? Albatta rost. Ma'shug'ing Sanamjonni bir xush qilib o'tay deb, alohida bu gullarni tizib keldim. Akila ko'r paqay. Do'stligimizning yuzini qilay. Qani, marhamat. Rahmat. Buningda cho'qim bir gap bor. Olimjon, bu gulni o'zing tizdingmi? Ha, shundaq. Bu gulni o'z qo'lim bilan tizdim. Rostini aytay. Bu gulni tizish uchun taqdavallardan eshib, ajoyib bir bog'vanni topdim. Gül tizishni shuningdan o'rgandim. Olimjon, aytda, u qaytib keldimi? U qayerda? Bizninkida. Atkashda bir amal qilib Sanamjonni Chorbaqa ib chiqqan. Shu chaqda u ikkisi ko'rishalaydi. Atkashda? Jinim Malikam. Bu gulga qarang. Ana, o qaytib ketdi. Ha, qaytib keldi. Ayting, o nerede? Olimjonning uyida ekan. Gülbanu? Gülbanu? Ahçı ana, yeni kiyimlerimni keltirgeyla. Sanamjon, bir amal qilib, ata Chorbaqa chiqish uchun shahdan ijozat olg'aysiz. G'ayrib sizni shu yerda saqlaydi. Nima topshiriqlari bor ekan? Qog'oz bilan siyoh keltiring. Xo'p. Şanı şevkitim, şefqatlik şah ata. Men üçün saldırgan Chorbaqa chiqib, xasti ko'nglimni ochqim kelar. Marhamat eylab, ijozat qilg'ayla. Qizlari sana. Hey, navkarlar! Labbay shoyim. Farmonimga quloq sol. Hozirdan boshlab Chorbaqa mendan ijozatsiz hech kim kirmasin. Farmonimga xiloflik qilganlarning kollasi ilinsin.
Aqtırın la. G'erib, bundaq bo'lishini o'ylamagan bo'g'aydim. Nima qilmoqchisan? Abdullah. Abdullah. Şahimizning farmonidan xabaring yo'qmi? Uning ijozatsiz Chorboqqa kirganlarning kallasi elinadi. Nima? Shohning farmoni? Endi farmon tushirish navbati menga keldi. Hurmatli begim. Tog'dagi qaroqchilar sepil sirtida paydo bo'libdi. Qarovullikni kuchaytinglar. Xo'p. Abdullah! Səpər, əmdi qaçanmaysan. Ustazım. Oğlum. Ustazım. 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 Garipcan. Uluq Şahim. Ben günahkar. Ben ölümge layık. O münafık. Çapsa sözle. Makul. Ben etay. Ben etay. Cellat! Ben günahkar. Ben ölümge layık. Bırak Şahim. Bu işlerin hemmisini Şahvaz Vezir planlagan. Ulu Şahim, onun etqanları bütünley töhmət. Sözle. Mana bundan 12 yıl burun Şahvaz Vezir'nin Hasan Vezir'ni qəsləb öldürüş toğrusu da bana düşürgen məxfi pərmani. O işkilden keyin Şahvaz bana tumşuq eğizda g'eyribni olis tikilar bilan qo'shib o'ldirib etish to'g'risida farmon tushirdi. Navkarlar! Navbet! Uluq Şahim, g'eyrib odam boshlab o'rniga besib kirdi. Ötünüp qalay, bir qo'shiq qenimdan kessilar. Uluq Şahim, bu mal'unni yo'qotmoqcha elde tinchlik bo'lmas. Uluq Şahim, bir qo'shiq qenimdan kessilar. Cellat! Labbay! Bu melunun kallısı elinsin. Hop! Ya Rabbim, g'apillikda o'tkazgan gunohimni kechirgaysan. Uluq Şahim,
Oğlum. Sana çin könglimden teşekkür eydimen. Hey.